Assalomu alaykum. Sizlar bilan mashhur Uz kanali kontraktda o'qiyotgan talabalarni davlat grantiga o'tkazish tartibi belgilandi. Kanalimizga obuna bo'ling va bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Endi GPA, ya'ni ko'rsatkichi 3.5 dan yuqori bo'lgan talabalar davlat grantiga talabgor bo'lishi mumkin. Bu haqda hukumatning tegishli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash tartibi to'g'risidagi nizomda so'z boradi. Nizomga ko'ra, ta'lim grantiga talabgorlardan joriy o'quv yilida o'zlashtirish ko'rsatkichi bo'yicha GPA ko'rsatkichi 3.5 va undan yuqori bo'lishi talab etiladi. O'zlashtirilishi ushbu ko'rsatkichdan past bo'lgan talabalarning ta'lim grantini tabaqalashtirilgan tarzda qayta taqsimlashda ishtirok etishiga ruxsat etilmaydi va ta'lim granti o'rni vakant qoladi. Qolaversa, ta'lim grantiga talabgorlar uchun oliy ta'lim tashkilotining rasmiy veb-sayti onlayn ro'yxatdan o'tish va erishgan yutuqlarini asoslovchi hujjatlarni yuklash imkoniyati yaratilgan. Shu bilan birga, ta'lim grantiga talabgorlarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari mutanosib tarzda 80 ballik mezonda baholanadi. Bunda GPA ko'rsatkichi 16 soniga ko'paytirish orqali aniqlanadi. Ta'lim grantiga talabgorlarning ijtimoiy faollik ko'rsatkichi 20 ballik mezonda baholanadi va bunda baholash mezoniga asosan hisoblangan natijani 5 soniga bo'lish orqali aniqlanadi, deyiladi nizomda. Qayd etilishicha, belgilangan ta'lim granti o'rinlari doirasida tanlov chegarasi bir xil natija ko'rsatgan talabgorlarning akademik o'zlashtirish ko'rsatkichiga ustuvorlik beriladi. Agar o'zlashtirish ko'rsatkichida ham bir xil natija aniqlangan holatda, mazkur talabgorlar uchun o'zlashtirilgan semestrlarda o'tilgan mutaxassislik fanlari test sinovlari o'tkaziladi. Oliy ta'lim tashkiloti kengashining qaroriga asosan ta'lim grantini oluvchi talabalar ro'yxati har yili 25 avgustga qadar oliy ta'lim tashkilotining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq davlat granti 4 yilga bitta talabaga emas, balki har yili yuqori baholarga erishgan talabalar asosida qayta taqsimlanishi haqida xabar berilgan edi. Unga ko'ra, grantga kirgan talaba yaxshi o'qimasa, keyingi yil kontraktga tushishi mumkin, yoki aksincha, kontraktga kirgan talaba yaxshi o'qisa, keyingi yil grantga o'tishi mumkin.